Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi brifing Oliy Majlis Qonunchilik palatasining yalpi majlisi yakunlariga bag'ishlanadi. Eslatib o'tamiz, Majlis palataning veb-sayti hamda YouTube video hostingdagi rasmiy kanali orqali jonli efirga uzatildi. Unda 10 ga yaqin masala ko'rib chiqilib, tegishli qarorlar qabul qilindi. Hozir ularning asosiylarining ahamiyatiga to'xtalib o'tamiz. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi va Milliy tiklanish demokratik partiyasi fraksiyalaridan iborat taraqqiyot bloki tashkil etildi. Ma'lumot uchun kuni kecha ushbu ikkita partiya fraksiyalari taraqqiyot blokini tashkil etish yuzasidan bitim imzolagan edi. Majlisda taraqqiyot blokining ustuvor faoliyat yo'nalishlari vazifalari haqida to'xtalib o'tildi. Taraqqiyot bloki Prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi qisqa davrda mamlakatimizda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoyani kuchaytirish va kambag'allikni qisqartirish, ochiqlik siyosatini yuritish, mamlakat iqtisodiyoti va xalqaro nufuzini oshirish sohalarida tarixiy islohotlar amalga oshirilganligini e'tirof etgan holda bu bordagi ishlarni izchil va qat'iy davom ettirish mamlakatni yuksaltirishning yagona to'g'ri yo'li deb hisoblaydi. Ushbu blok xalqimizning erkin va farovon, qudratli yangi O'zbekistonni barpo etish bo'yicha xohish irodasini ro'yobga chiqarish, har bir fuqaroga o'z salohiyatini rivojlantirish uchun barcha imkoniyatlarni yaratish, sog'lom, bilimli va ma'naviy barkamol avlodni tarbiyalash, global ishlab chiqarishning muhim bug'uniga aylangan kuchli iqtisodiyotni shakllantirish, adolat, qonun ustuvorligi, xavfsizlik va barqarorlikni kafolatli ta'minlash maqsadida qabul qilingan O'zbekiston 2030 strategiyasi uni amalga oshirishga qaratilgan dasturni to'la qo'llab-quvvatlaydi hamda hayotga tatbiq etilishini ta'minlashda bor imkoniyatlarni safarbar etadi. Ikkita partiya fraksiyasi rahbarlari mazkur masala yuzasidan o'z pozitsiyalarini bildirdi. Taraqqiyot blokini tashkil etish to'g'risidagi bayonot haqidagi masala yuzasidan tegishli qaror qabul qilindi. Hisob palatasining faoliyati to'g'risidagi yillik hisobot ko'rib chiqildi. Majlisda Hisob palatasining 2024-yildagi faoliyati to'g'risidagi hisoboti ko'rib chiqildi. Bu bo'yicha Hisob palatasi raisining birinchi o'rinbosari Mehriddin Abdullayev ma'ruza qildi. Unga ko'ra 2024-yil davomida davlat byudjeti va uning ijrosi, tegishli vazirlik va idoralarda amalga oshirilgan audit hamda masofaviy nazoratning xavf tahlil tadbirlari natijalari to'g'risida axborot berildi. Majlisda deputatlar Hisob palatasining 2024-yildagi faoliyati to'g'risidagi hisoboti bo'yicha bir qator savollar berishdi. Shuningdek, Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi siyosiy partiyalar fraksiyalari rahbarlari ushbu hisobot yuzasidan o'z munosabatlarini bildirdilar. Bildirilgan takliflar va fikr mulohazalarini inobatga olgan holda O'zbekiston Respublikasining Hisob palatasining 2024-yildagi faoliyati to'g'risidagi hisoboti tasdiqlandi va tegishli qaror qabul qilindi. Respublika va mahalliy davlat hokimiyati organlarining vazifalari aniqlashtirilmoqda. Majlisda muhokama qilingan keyingi masala aholi va hududlarni tabiiy hamda texnogin xususiyatli favqulodda vaziyatlarda muhofaza qilish ishlarini yanada takomillashtirishga qaratilgan qonun loyihasi bo'ldi. Qonun loyihasi bilan texnogin xususiyatli favqulodda vaziyatlarning oldini olish, iqlim o'zgarishi bilan bog'liq tabiiy ofatlar xavfini kamaytirish hamda favqulodda vaziyatlar yuzaga kelgan taqdirda tezkor tadbirlarni amalga oshirish borasidagi ishlarni tizimli tashkil etish maqsadida respublika va mahalliy davlat hokimiyati organlarining vazifalari aniqlashtirilmoqda. Majlisda qonun loyihasi yuzasidan bir qator savollar o'rtaga tashlandi. Muhokamalardan so'ng qonun loyihasi deputatlar tomonidan ikkinchi o'qishda qabul qilindi. Raqamli texnologiyalar vaziriga parlament so'rovi yuborildi. Majlisda Raqamli texnologiyalar vaziri Sherzod Shermatovga Birlashgan Millatlar Tashkilotining elektron hukumatni rivojlantirish indeksida O'zbekiston Respublikasining reytingini yaxshilash bo'yicha ko'rilayotgan choralar to'g'risida Qonunchilik palatasining parlament so'rovini yuborish haqidagi masala ko'rib chiqildi. Shuningdek, Sog'liqni saqlash vaziriga ham parlament so'rovi yuborildi. Ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda onkologik kasalliklarning 40-45% afsuski kechikib aniqlanmoqda. 5 yillik yashash ko'rsatkichlari atiga 40% tashkil etmoqda. 1 yillik o'lim ko'rsatkichlari esa yuqoriligicha qolmoqda. Shuningdek, kanser registr tizimi orqali viloyatdagi filiallar bilan integratsiya oxirigacha yetkazilmagani, birlamchi tibbiy sanitariya yordami muassasalarini malakali onkolog mutaxassislar bilan ta'minlashda ayrim kamchiliklar borligi kuzatildi.
Shundan kelib chiqib, majlisda Sog'liqni saqlash vaziri Asilbek Xudoyarovga aholi orasida onkologik kasalliklarning oldini olish va barvaqt aniqlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar holati to'g'risida Qonunchilik palatasining parlament so'rovini yuborish haqida qarori qabul qilindi. Majlisda shuningdek yana bir qator qonun loyihalari ko'rib chiqildi va qizg'in muhokamalar asosida qabul qilindi. E'tiboringiz uchun rahmat.